Hammaga salom, sizlar bilan Samandar. Hozir biz Tyumen shahridamiz, Rossiyada. Shunga o'qishga kirishga harakat qilib ko'rmoqchiman. Tyumenskiy industrial universitetga. Maktab bitirganimga 2 yil bo'ldi. 2 yil men hozir faqat ishlab yurdim. Endi o'qishga kirgim kelib qoldi. Shunga men hozir universitetga borib, barcha ma'lumotlarni olib, o'qishga harakat qilib ko'rmoqchiman. Sizlar esa hozirgina kommentariyaga tushib yozinglar, men o'qishga kira olamanmi, yo'qmi? Tayyorlovsiz. Men shu 2 yil ichida umuman o'qishga tayyorlanganim yo'q. Men universitetga kirib barcha ma'lumotlarni oldim. Hozir kvartiraga yetib kelay dedim. Kvartiraga kirib, hammasini aytib beraman, nimalar ketar ekan, kontraktlar qancha, qanaqa yo'nalishlarni men tanladim. Hammasini hozir gapirib beraman. Rossiyada bilamiz, ko'p odamlar bu yerda maktabda shu 11-sinfdan keyin YG topshirishadi, ekzamen. Shu ekzamenni ballari bilan o'qishga kirishadi Rossiyaning o'zida. Lekin chet el fuqarolar test topshirib kirish imkoniyatiga ham ega. Biz shundan foydalangan holda hozir o'qishga topshirishga harakat qilib ko'ramiz. Menga mana bunaqa qog'ozlar ham berdi. Bu yerda shu universitetda qanaqa yo'nalishlari bor, shular hammasi yozilgan. Va universitet tomonidan bir haftalik tayyorlov ham bor ekan. Tayyorlov narxi har bitta fanning narxi 4560 rubl ekan. Men 4 ta fandan topshirib ko'raman. Rus tili, matematika, fizika, informatikadan topshirishim kerak. Minimalniy ball bu qaysi ballni yig'ishim kerak bu o'tish uchun. Konkursda ishtirok etish uchun. Konkurs bu qanaqa? Misol uchun men 3 ta fandan topshiraman, ballarim yig'indisi bo'ladi. Misol uchun 150 ball, общий ball. Men bu yerda o'tar ballarni yig'dim. Eng oz, minimalniy ballarni yig'ib turib, taxminan 150 ball yig'aman. Men haliga spiskaga tushaman. Meni ballim yuqorida bo'lsa, menga joy tegsa, men o'qishga kirib ketaman. Endi men ko'p tayyorlanmaganim uchun byudjetni o'ylamasam ham bo'larsa kerak. Kontraktga ilashib qolsam bo'ldi. Meni bu katta yutug'im bo'ladi, chunki tayyorlovsiz o'qishga kiryapman. Men tanladim qurilish sohasini. Qurilish sohasini endi kontrakt bu yerda yozilgan 241.300 rubl. Pasta metka dollarda yozib qo'yaman. Narx qancha? Yiliga. Agar men 211 balldan ko'proq yig'sam, 223.100 rubl bo'lar ekan. Undan tashqari men yana tanladim management и biznes informatika. Bu shu biznesga tegishli. Management bu odamlarni boshqaruvi, shu direktorlik sohasi. Buni ham tanladim. Bularda kontrakti ham 215 mingda atrofida yiliga. Bir haftalik tayyorlov bor ekan. Shunga bu videoni nomlagim keldi. Bir haftada o'qishga kirsa bo'ladimi, yo'qmi? Challenge deb qo'yamiz. Shunga kommentariyaga yozinglar. Men shu bir hafta tayyorlanib 4 ta fandan ekzamen topshirib o'qishga kirib keta olamanmi, yo'qmi? Tayyorlovimiz mana bunaqa Sferum degan saytda bo'lar ekan. Bu bilamiz VKontakte, Odnoklassnikka o'xshagan narsa, lekin Rossiyada bu hamma maktab va universitetlar mana shunda o'tar ekan. Men o'zi qo'shildim guruhlarga, mana rus tili, matematika, informatika, fizikaga. Raspisiyanimiz manaqa, matematika mana dushanba, seshanba kuni bo'lar ekan. Mana yozib qo'ygan 15:30 dan 8:35 gacha, bu 5 soat adashmasam. Mana informatika dushanba, seshanba, chorshanba mana 9:45 dan 1 soat, mana 13:05 gacha bo'lar ekan. Rus tilimiz mana chorshanba, payshanba 15:30 dan 20:35 gacha. Fizika mana juma, shanba kuni mana 9:45 dan 15:20 gacha. Shu mana bir haftalik biz raspisaniyamiz. Shu to'rov fanda men tayyorlanishim kerak. Bitta mikrofonni bossam, keyin meni eshitsa bo'ladi. Hozir mikrofon yo'q. Под Москвой леса были насквозь просвечены золотом. Насквозь. Bizda fizika darsi boshlangan. Fizikadan turibmiz. Fizika ham 5 soat bo'lar ekan bugun.
Darsimiz endigina boshlandi, odamlar endi qo'shilyapti. Fizikada o'tiribmiz. Bugun men ekzamenga bormoqchiman, chunki bizda уже tayyorlov haftasi tugadi. Hamma fandan tayyorgarliklar ko'rildi. Hozir men rus tilidan yana alohida mana bunaqa variantlar chiqarib, 3 xil variantni men ishladim. Mana 3 xil variant. Shanslar katta. Hozir shu institutga borib men ekzamen topshiraman rus tilidan. Xudo xolasa, ertaga yana matematikadan tayyorlanib, o'sha indinga yana matematikadan topshiraman. Mana shaharga ham yetib oldik. Universitet oldiga ketyapman. Yerda 2 minutlik yo'l. Rus tilini topshiramiz. Mana bunaqa chiroyli shahar. Mana universitetga ham kelib oldik. Hozir kirib topshiramiz. 31. Пройдите в кабинет номер 114. Tak, bundan buyoqqa ekzamen jarayonini video qilaman. Tak, men ekzamendan chiqdim. Hozir ikkita fandan topshirildi. Informatika 52 ball, rus tilini 64 ballga topshirdim. Menimcha bu juda ham zo'r rezultat. Chunki yana ikkita fan qoldi. Bu ikki fanda endi matematika va informatika. Matematikani yaxshi topshirsam, fizikani men prohodnoy yiqsam bo'ldi. Menimcha o'qishga kirish foizi hozir ancha oshdi, chunki men rus tilini 64 ballga topshirdim. Prohodnoy ball, adashmasam 40 ball. Juda ham xursandman hozir. Hammaga salom. Bugun oxirgi ekzamenlarni topshirgani ketyapman. O'zi universitet oldiga kelib qoldim. Oxirgi ekzamen bu matematika bilan fizika. Hozir matematikani topshiraman. Agar matematikani yaxshi topshira olsam, sraz fizikani ham topshirib yuboraman. Matematika men o'ylaganimdan ancha qiyin ekan. Tayyorlovlarni men ishladim. 3 ta variant ishladim. Juda qiyin ekan. Hozir harakat qilamiz prohodnoy ball yig'ishga. 44. Пройдите в кабинет номер 116. Men hozir topshirdim. Matematikani 55 ballga topshirdim. Prohodnoydan o'tdim, lekin men 70 ball yig'moqchi edim. 70 balldan ko'proq yig'moqchi edim, lekin ancha qiyin ekan. Shuning uchun faqat 55 ball yig'dim, lekin bu ham yaxshi ball. Bu o'tkazish shansi katta hozir o'qishga. Fizikadan uncha tayyorlanmagandim, shunga tavakkal bosib chiqdim, 42 ball yig'ibman. Prohodnoy ball 39 ball. Ya'ni men tavakkal qilib bosib prohodnoy ballni yig'ib 42 ball, o'sha yig'ib oldim 42 ball fizikadan. Fizika juda muhim emas, chunki men informatikani 52 ballga topshirdim. Aslida 3 ta fan qabul qilinadi hozirgi paytda. Ballarim menimcha yaxshi. Bir haftalik tayyorlovga qaraganda, biz atigi bir hafta tayyorlanib turib, shunaqa ballar yig'dim. Menimcha bu juda ham zo'r. Chunki maktab bitirganimga 2 yil bo'lyapti, o'sha narsadan ham o'sha chiqib ketgan. Endi biz rezultat kutamiz. Adashmasam 27-iyul kuni saytda chiqadi, kim o'qishga kirdi, kim o'qishga kirmadi. 27-iyulni kutamiz endi. Do'stlar, bugun kun X desa ham bo'ladi, chunki meni hozir universitetga chaqirishdi. Hozir men javobini bilaman, o'qishga kirdimmi yoki kirmadimmi. Kirgan bo'lsam, sразу men dokumentlarga qo'l qo'yishim kerak. Endi kirmagan bo'lsam, kirmading deb aytishadi. Lekin bu narsani bilishdan oldin sizlarni ko'rishlarini xohlayman. Qaysi universitetda o'qishimni hozir rasm yoki video bo'ladi, shu universitetda tashqi ko'rinishida.
endi hozir universitetga ketyapman. Endi ichkarida videoga olish mumkin bo'lmasa kerak, baribir chunki u yerda menga aytishadi o'qish kirmaganligim haqida va hujjatlar bo'ladi. Bularni videoga olish mumkin emasligi men to'g'risi aniq bilmayman. Lekin harakat qilaman videoga olish mumkin bo'lsa videoga olishga. Men hozir dogovorga qo'l qo'yib chiqdim. O'qishga kirmaganligimni hozir aytmaydi ekan. Hozir shu dogovorga qo'l qo'yilgandan keyin men reytingda ishtirok etaman ekan. Shu balli yiqqan odamlar, kim balli yuqori bo'lsa, shu o'rinni egallasa, shular o'tib ketar ekan. Endi men gaplashdim, shans katta dedi. Tim boley men 3 ta направление tanlagan bo'lsam, endi men ko'proq shu menejment tanladim. Bu ash управляющий. Menejment sohasida 90 ta o'rin bor ekan dogovorga. Endi o'tib ketish ehtimoli katta, lekin baribir mabodo o'tmay qolsam, qurilish sohasiga men 90% o'taman ekan. Shunga yo'g'inga bunga o'taman. Endi rezultatlarni 7-avgust kuni chiqarishar ekan. 7-8-avgust kuni biz buni hal qilamiz. Bugun bo'lsa 19-iyulda. Ya'ni bizda yana 18 kun qoldi. 18 kundan keyin men aniq bilaman qaysi yo'nalishga kirganimni. Men bugunning o'zida hal bo'lsa kerak deb o'ylagandim to'g'risi. Bugun 26-oktyabr va men student bo'lganman to'g'risi. Bu video haqida men ozgina esimdan chiqarib qo'yibman, ozgina vaqtim bo'lmay qoldi. Keyin bu videoni olgani shunga hozir olyapman. Men student bo'lganman, o'qish menga juda ham yoqayapti. Men management, управление персоналом sohasiga kirganman, shu Tyumenskiy industrial universitetga. Maktabni bitirganimga 2 yil bo'lishiga qaramasdan, ko'p narsa esimdan chiqib ketganiga qaramasdan, atiga bir hafta tayyorlanib, haqqoniy tarzda ekzamenlarni topshirib, chunki ekzamenlar kompyuterlarda bo'ldi, kameralar qarab turildi va hamma narsa haqqoniy bo'ldi va men o'qishga kira oldim. Juda ham xursandman. Men tanlagan sohada bilamiz, faqat kontrakt bor ekan, byudjet umuman yo'q. Endi kontraktni to'lab hozircha o'qiyapman. Va universitetga kirishdan maqsad o'zi aslida diplom olish emas. Endi to'g'ri, diplom olsam yaxshi, lekin studentlik davrini bilamiz, bu faqat diplom uchun o'qish kerak emas. Studentlik davrida bu yangi tanishuvlar. Дамы и господа, приглашаю последнего кандидата нашего шоу «Давай поженимся». Харизматичный, красивый. Yangi do'stlar. Давай, сын! Ну-ка, надо мяч. Ой-ой-ой! Menimcha eng katta yutuq va albatta praktikada bu yerda katta kompaniyalarga borib praktika o'tkazishim bor. Katta kompaniyalar, katta odamlar bilan tanishishim bor. Agarda o'qishga kirgisi kelgan bo'lsa, albatta kiring. Ataga bir hafta tayyorlanib kirsa ham bo'lar ekan.